Hop, Olmazor tumani Moyqo'rg'on grill bardan chiqib kelganingizda bu yoq tarafda mana ko'rsating, ko'chamizdan tepadan grill bardan chiqib kelganingizda o'ngga ko'chamizni mana kirib kelganingizda mana Sarso'ydi uyimiz. Fasadni tushuntiraman. 12, 11, 7 to'liq versiyada 12 sut deb aytilyapti. Bunaqasiga salkam 60 metr, bunaqasiga 22, 23 metr. Endi anig'i chiqib keladi. 11, 7 polni kadastr bo'yicha bor. Bu tarafdan ham eshiklarimiz bor, bu tarafdan ham to'liq uyimizdagi podval, hovlimizni P qilib qurilgan. Keling, yaxshi ichkaridan tushuntiraman. Bu ish bilan kiramiz. Yuring ketdik. Qaranglar. Uyimizga kirib kelishimiz bilan katta archalar ekib qo'yilgan. Bu garajxonamiz. Garajxonamizga agar hammasini olib kiraman desangiz 8 ta mashinangizni olib kirib qo'ysangiz bo'laveradi. Xo'p, bu tarafdan ham podvalga tushish bor. Bu podvalga tushish, podvalni o'zi hozir shu ko'rsatamiz, balandligi 4 metrdan oshadi. Bundan baland, ancha baland. Xo'p, hovlimizga kirib kelishimiz bilan juda katta faizli hovlini ko'rasizlar. Amatda yashil hudud, yashilchilik kayfiyatlarni ko'taradigan umumiy maydonini tushuntirdim hovlimizni, uylarimizni bitta-bittadan ko'rsatishdan oldin sizlarga mana tarafda ham hozir ancha hovlimiz bor, xonalarimiz bor. Videoni o'tkazib yubormasdan ko'rasizlar. Hammasini bitta-bittadan ko'rsatamiz. Narxini mana bunaqa hisobladik-da biz hozir. 700 ming, 750 minglar shunaqa hisoblab qo'yib yurishgan ekan. Hozirgi kunda yer narxi realniy necha ming bo'lyapti? Oximoboyev, Moyqo'rg'on bu mahallalarda o'zi 40 ming, 50 ming atrofida realniy summa, realniy sotiladigan. Hani etib o'tirilgan emas. Biz endi betda salkam 12 sotuvga yaqin yer bo'lgani uchun bunaqa hisoblab qo'ymaymiz. Umumiy endi yer hisobida deb hisoblab yuborsa ham bo'laveradi. Endi bu binolarni buzib tashlash bo'ladi. Chunki bu yerda hozir ko'ramiz, odam yashamagan uylar ham bor, hali kirilmagan xonalar bor. Shuning uchun hali ketdik, bitta ko'rsating. Mana original toshlardan bo'lgan ekan. Zinalarimiz shunaqa deb tushuntirdilar. Bu asosiy binoyimizdagi kirish. Bu tarafdan oshxonaga kirish. Hozir bunda aylantirib tushuntirib beraman. Ketdik, yuring. Bismillah. Voy mashallah. Bu kirish prixo'ja qilingan, oyoq kiyimni qo'yish, shkafni qurib olsangiz bo'laveradi. Endi bu tarafda ikkita xonamiz bor. Bitta spalni, bitta zal, o'rtada umumiy yuvinish xonasi bo'ladi. Bu tepadagi xonamiz uchun. Endi bu mehmonxonami, to'yxonami bilmayman. Juda katta qilib qilingan. Mehmonxonamizni ham hozir bu yerda bir marta mehmon kutganman dedi. Qaytib mehmon kutmaganman deb aytibdi o'zlari egalar. Endi yuring. Voy mashalloh. Kelingchi. Bitta ham bitta yana yotoqxonamiz. Odam yashamayapti bu xonalarda deb aytibdilar. Bitta yana bitta yotoqxonamiz bo'ladi. Ikkinchisi bo'lyapti bu. Bu shu yotoqxonalarimiz uchun bitta sanuzelimiz bo'ladi. Endi boyiga aytganim, keling. Mehmonxonamiz bo'ladi, oshxonamiz bo'ladi. Adashib ketyapman, boya aytdim-ku. Yosh bolani qo'yib olsangiz adashib qoladi. Endi men o'zim ham adashib qo'yaman. Bu oshxonamizdagi hovlidan chiqish ham bor, eshigini yopib qo'yib turib, bemalol bu tarafdan kirib chiqib yursangiz ham bo'ladi. Mehmonlar kelganda bu tarafdan emas, bu tarafdan harakatlansa ham bo'lar ekan. Endi keyingi xonalarimizga o'tamiz. Bu tepadagi xonani ko'rsatamiz ekanmiz ichini endi. Yashab turishgan ekan, shuning uchun. Okey, ayollarimiz. Hozir katta uchastkalar, mahalla o'zi shunaqa. Katta uchastkalar. Keling. Mana aylanib yuradigan uy ekan-da. Bu uylarda ham odam yashamagan doktor. Ana, qaysi ma'noda? Ana bitta kimdir kirib chiqqan. Foydalanilmayapti. Lustralar taqilmagan. Hali yangi uy. Endi bizda hozir buni yer hisobidan hisoblab olganimizni katta maydon bo'lgani uchun bemalol 5 ta 6 ta uchastka qurib olsa ham bo'lar ekan-da. O'tib kelganimizda katta bitta kitob o'qib o'tirish uchun, choy ichib o'tirish uchun, gaplashib o'tirish. Mana bu sanuzellar hali bitkazilmagan. Yengiligicha turibdi. Bu tarafi yotoqxona qilib foydalansa deb aytishgan ekan. O'rtasida umumiy sanuzel, nari tarafda o'sha televizor ko'rib, kitob o'qib, ana kofe ichib, choy ichib o'tiradigan joy qilingan ekan. Endi keyingisiga o'tamiz. Eshiklar ham hammasi ko'rsanglar bo'ladi. Ana yaxshi mahsulotlardan qurilgan. Hozir biz bitta o'zimizni hisob kitob qildik-da. Hozir hovlida ko'rsatib beraman sizlarga. Qanaqa hisob kitob qilganimizni, chunki Tarso'yda bo'lgani uchun hisob kitob qilishingiz oson bo'laveradi-da. Keling.
turay. Mana masjiddan bo'lsak, mana hovli tashlasak, azgincha bu binoyimiz qoladi. Mana shu ko'rganimizda hozir mana bu taraf qoladi-da, buzmasdan o'zini yashasangiz shikalat uy bo'ladi. Bu tarafini buzib quradigan bo'lsangiz, bu tarafiga 4 ta yo 5 ta uchastka fasadiga metriga bemalol qurib olsangiz bo'ladi. Orqa tarafga oldini qaratib turib, bemalol to'rikaveradi. Ko'chamiz ham keng ko'chalar, ikki yoq tarafida ham yashil hududlari bor. Endi men sizga podvalni ko'rsataman. Mana letniy kuxnya. Bir marta to'y qilganda ishlatdim dotdilar qozonlarni. Hali kafellar yopishtirilmagan. Tupli pol uyimizda, polni tupli pol и batareyada sirka. Qaranglar, bu uyimizni polni isitadigan isitish tizimi, hammasi shu yerga joylashtirilgan. Mana podvalimizni bo'yini balandligini ko'ryapsiz, podvallar. Bu boyagi yo'lxonamizdan tushib kelganda masjidga tushib kelsangiz bo'ladi. Bu yoq tarafdan ham, ikki yoq tarafdan tushib kelsangiz bo'ladi. Podvalimiz seli betondan quyilgan, juda baland qilib qurilgan. Keyin aytdilar, dumaloq teshuvli kanalizatsiyadan baland. Bemalol o'zingizlar u yoqdan kanalizatsiya tortib xolisinglar, basseyn solib xolisinglar, sanuzel hammasiga teshuvli tashab ketilgan deb aytdilar. Endi shunaqangi qurilgan ekanki, o'sha paytda o'zingizlar bilasizlar-ku, yosh katta odamlarni qanaqa qurishgan bu uylarni endi. Buzib tashlash val bu tarafi, endi bu tarafi qoldirsak bo'ladi deganim shuni shu aytayotgandim-da. Ketdik mana. Bu yerda bitta umumiy hovlida sanuzel. Bu yerda boyiga aytganim hali bitkazilmagan, bu yerda sauna qilib, basseyn uchun joy ko'lab qo'yilgan. Mashina bitirib olish kerak bo'ladi. Endi seli hovlini olib yashayman degan odam uchun bu taklif, lekin boyiga aytganimdek bu tarafini buzib qoladigan bo'lsa, boyiga bu ko'chamizni hozir garajxona, tiga polni podval, buni ham qorong'iroq plita qo'yilgan narigi uylarimizda, bu yoqqa o'tamiz. Bu tarafda ham hozir uylarimizni xonalarimizda ko'p yashalmagan ekan. Uylarimizda. Qarang, bu tarafda ham bitta oila bemalol yashasa bo'ladi. Bu tarafda yotoqxonamiz, ko'rsatamiz. Bu kiravurish bitta hol bo'ladi, choy ichib o'tirish. Tepada yana xonalarimiz bor. Yotoqxonalarimiz. O'z video cho'zilib ketdi. Shundoq ham o'tga chiqib o'tirmaymiz. Ishlatilmagan deyaptilar, men bilan. Mana shu holatda deyaptilar. Oshxona bo'ladi. Mana bitta umumiy sanuzel bo'ladi. Yosh katta odamlar uchun agar yashaydigan bo'lsa, bitta qarab olsa gulli hovli bo'lar ekan. Bunaqa hovlilar hozir endi kamayib ketyapti. Ko'ryapsizlar, kichkina uchastkada kichkina hovlilar bo'lyapti-da. Hop, mana aylanib chiqdik sizlar bilan. O'zingizlar ko'rdinglar. Narxiga arziydimi yo'qmi? Kommentariyada o'zingizlar fikringizni yozib ketasizlar. Bu YouTube'da like bosib olsa, ko'proq tarqalar ekan. Kimdir shu hovlini olib, duo qilib yashasa, chunki bu yerda hozir yashayotgan odam kamchilik, 2-3 ta 4 odam yashayapmiz bu hovlida. Kam odam suspekt qila olmaymiz. Fiziki bu tozalab, yig'ishtirguncha duotilar. Shuning uchun buni sotib yuboraman, kichikroq olib qolaman duotilar. Kimga mana shunaqa katta hovli kerak bo'ladigan bo'lsa, zo'r taklif. Xohlasanglar buzib quraman desanglar ham shikalat taklif bo'ladi. Zo'r loyihalashtirirsanglar, rejalashtirsanglar, bemalol 5 ta 6 tani spokойный, chiroyli qilib qursanglar bo'ladi, jatiqishtirmasdan. Yaqinlarga jo'natib qo'yamiz, sog' omon bo'lasizlar. Yaqinlarga jo'natgandan keyin like bosishni eslang.